Bugun men qariyalar qo'shimchasi oshgani avgust oyida kimlar pensiyasiga yoki nafaqasiga qo'shimcha ravishda 2,5 million so'mgacha pul olishi mumkinligi haqida juda muhim ma'lumotni tushuntirib beraman. Bu mavzu faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlari, nabiralari, vasiylari va oilasida keksa insoni bor har bir kishiga tegishli. Chunki bitta hujjat yetishmasa, bitta ariza vaqtida berilmasa yoki odam o'z huquqini bilmasa, olishi mumkin bo'lgan pulini olmay qolishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga kimlar xavotir olishi kerak, kimlar bemalol kutishi mumkin, qaysi holatda qo'shimcha avtomatik tushadi, qaysi holatda ariza yozish kerak, qanday hujjatlar kerak bo'ladi, hammasini oddiy tilda tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va like bosing, chunki bunday ma'lumotlar ko'p oilalarning real puliga ta'sir qiladi. Avvalo, men bir narsani aniq aytib qo'yaman. Qariyalar uchun beriladigan har qanday qo'shimcha to'lov pensiya ustamasi yoki bir martalik to'lov hammaga bir xil tushadi degani emas. Ko'pchilik aynan shu joyda adashadi. Qo'shimcha oshibdi. Avgustda 1 million berilar ekan. Hamma pensioner olarkan degan gaplar tez tarqaladi. Lekin amalda davlat to'lovlari har doim toifaga, yoshga, nogironlik holatiga, ish stajiga, parvarishga muhtojlikka, daromad turiga va ayrim hollarda ariza berilgan, berilmaganiga qarab belgilanadi. Oldin ko'p holatlarda keksa yoshdagi fuqarolar o'zlariga tegishli ustama yoki yordamni olish uchun alohida murojaat qilishi kerak edi. Masalan, yolg'iz yashovchi pensioner bo'lsa, doimiy parvarishga muhtoj bo'lsa, urush faxriysi yoki unga tenglashtirilgan shaxs bo'lsa, nogironligi bo'lsa, biror ijtimoiy reyestrga kiritilgan bo'lsa, bularning har biri bo'yicha alohida tekshiruv, alohida hujjat, alohida tasdiq talab qilinishi mumkin edi. Odamlar esa ko'pincha pensiyam bor, shuning o'zi yetarli deb o'ylab qo'shimcha huquqlarini so'ramagan. Endi esa ayrim to'lovlar bo'yicha ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshirilmoqda. Bu yaxshi tomoni. Chunki inson har safar idora yurmasligi mumkin. Lekin yomon tomoni ham bor. Bazadagi ma'lumot noto'g'ri bo'lsa, fuqaro ro'yxatda ko'rinmasa, yashash manzili yangilanmagan bo'lsa, nogironlik muddati tugagan bo'lsa yoki parvarishga muhtojalik holati rasmiylashtirilmagan bo'lsa, pul avtomatik tushmasligi mumkin. Shuning uchun men pensionerman. Demak, olaman degan xulosa har doim ham to'g'ri emas. Endi eng ko'p so'ralayotgan savolga o'tamiz. Avgustda kim inxiri 1 million so'm oladi? Men buni sodda qilib tushuntiraman. Inxiri 1 million so'm degan raqam ayrim toifadagi qariyalar, ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslar yoki qo'shimcha yordam oluvchilar uchun hisoblangan ustama, kompensatsiya, bir martalik yordam yoki bir necha oylik farq yig'indisi bo'lishi mumkin. Ya'ni bu har bir pensionerning asosiy pensiyasiga avtomatik tarzda bir xil 20 million qo'shiladi degani emas. Masalan, bir odamning pensiyasi qayta hisoblangan bo'lishi mumkin. Agar qayta hisoblash iyundan boshlab kuchga kirgan bo'lsa, lekin pul avgustda tushsa, iyul va avgust farqi bir joyda yig'ilib keladi. Shunda odam menga 1 million qo'shimcha tushdi deydi. Boshqa bir odam esa faqat bir oylik ustama oladi va unda bu summa ancha kam bo'ladi. Yana bir odam esa umuman olmasligi mumkin, chunki u tegishli toifaga kirmaydi. Shu sababli men tomoshabinlarga doim aytaman, avval to'lovning nomini aniqlang. Bu pensiya oshishi bo'ldimi? Parvarish nafaqasimi? Yolg'iz qariyalar uchun yordammi? Nogironligi bo'lgan shaxsga ustamami? Kommunal kompensatsiyami yoki bir martalik moddiy yordammi? To'lov nomini bilmashlari kerak edi deb xulosa qilish noto'g'ri bo'ladi. Birinchi navbatda yoshi katta, yolg'iz yashayotgan pensionerlar e'tiborli bo'lishi kerak. Agar keksaning farzandlari boshqa viloyatda, chet elda yoki alohida yashasa, o'zi kundalik ehtiyojlarini mustaqil bajara olmasa, dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lovlar bo'yicha qiynalayotgan bo'lsa, bunday odam ijtimoiy yordam dasturlariga tushishi mumkin. Lekin yolg'izman deyishning o'zi yetmaydi. Bu holat rasmiy ma'lumotlarda ko'rinishi kerak. Ikkinchi toifa, nogironligi bo'lgan qariyalar. Masalan, 7 yoshli otaxon ikkinchi guruh nogironligi bilan pensiya olayotgan bo'lsa, uning asosiy pensiyasi bor. Lekin ayrim holatlarda qo'shimcha parvarish, dori-darmon xarajati, reabilitatsiya yoki boshqa ijtimoiy yordamlar bo'yicha huquq ham bo'lishi mumkin. Agar nogironlik guruhi muddatsiz belgilangan bo'lsa, bir holat. Agar muddatli bo'lsa va qayta ko'rik vaqti o'tib ketgan bo'lsa, to'lov to'xtashi yoki yangi qo'shimcha belgilanmasligi mumkin. Uchinchi toifa tagin yoshdan oshgan qariyalar. Amaliyotda ko'p davlatlarda va ijtimoiy tizimlarda tagin yoshdan keyin alohida parvarish.
qo'shimcha e'tibor yoki ustama mexanizmlari bo'ladi. Men bu yerda har bir odamga shuni maslahat beraman. Agar oilangizda daqqajam yoshdan oshgan ota-onangiz, buyingiz yoki bobongiz bo'lsa, ularning pensiya hujjatlarini bir marta tekshirtiring. Ba'zan odam yosh chegarasiga yetgan bo'ladi, lekin tizimda ma'lumot yangilanmagan, bank kartasi faol emas yoki hujjatda tafovut bor. 4-toifa kam ta'minlangan oilada yashovchi qariyalar. Bu yerda nafaqat pensionerning o'zi, balki uy xo'jaligining umumiy holati ham ahamiyatli bo'lishi mumkin. Masalan, pensioner farzandi bilan yashaydi, lekin farzandi ishsiz, uyda nogiron bola bor, kreditlar bor, daromad yetarli emas. Bunday vaziyatda mahalla ijtimoiy xodim yoki tegishli organ orqali yordam masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin yana takrorlayman, yordam olish uchun holat ko'rinishi va tasdiqlanishi kerak. Endi kimlar ortiqcha vahimaga tushmasligi kerak. Agar sizning pensiyangiz odatdagidek tushayotgan bo'lsa, hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, yashash manzilingiz to'g'ri bo'lsa, nogironlik yoki boshqa imtiyoz muddati tugamagan bo'lsa, ko'p hollarda qo'shimcha belgilansa, u avtomatik tarzda hisoblanadi. Lekin bu hech narsa tekshirmaslik kerak degani emas. Men har doim bir marta pensiya jamg'armasi bo'limi Maydon-Kokubuz mahalla yoki ijtimoiy himoya xodimi orqali ma'lumotni aniqlashtirishni maslahat beraman. Agar siz hali pensiya yoshiga yetmagan bo'lsangiz va faqat ota-onangiz nomidan so'rayotgan bo'lsangiz, avval ularning shaxsiy holatini aniqlang. Odamlar ko'p hollarda qo'shnisining pulini o'z oilasidagi holat bilan solishtiradi. Masalan, qo'shni kampir 20 million oldi, mening onam nega olmadi deyishadi. Lekin qo'shni kampir yolg'iz yashashi, nogironligi bo'lishi, oldingi oylardan qarzdor to'lov yig'ilib kelgan bo'lishi yoki boshqa imtiyoz toifasida turishi mumkin. Yana bir muhim masala, asosiy pensiya oshishi bilan alohida qo'shimcha to'lovni aralashtirmang. Pensiya miqdori indeksatsiya qilinsa, ya'ni umumiy oshirilsa, bu barcha tegishli pensionerlarga ta'sir qiladi. Lekin qo'shimcha, ustama, kompensatsiya, moddiy yordam degan to'lovlar alohida shartlar bilan beriladi. Shuning uchun har bir to'lovning huquqiy asosi oluvchi toifasi alohida bo'ladi. Birinchi misol, 76 yoshli onaxon oyiga 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. U yolg'iz yashaydi, farzandlari boshqa shaharda, sog'lig'i sababli doimiy yordamga muhtoj. Lekin mahallada uning holati rasmiy ijtimoiy ro'yxatda ko'rsatilmagan. Onaxon men qariyaman, menga ham qo'shimcha tushish kerak deb kutadi. Ammo tizimda u oddiy pensioner sifatida turibdi. Bunday vaziyatda u yoki uning yaqinlari mahallaga murojaat qilib, yashash sharoiti, daromadi, sog'lig'i va parvarishga muhtojligini ko'rsatish kerak. Agar holat tasdiqlansa, u tegishli yordamga kiritilishi mumkin. Ikkinchi misol. Paymezning 2 yoshli otaxon pensiya oladi. Bank kartasi bor, nogironlik hujjatlari ham bor. Lekin pasportdagi manzil eski, amalda esa boshqa tumanda yashaydi. Tizimda ma'lumotlar mos kelmagani uchun ayrim tekshiruvlarda muammo chiqishi mumkin. Pul butunlay yo'qolib ketmaydi. Lekin kechikish yoki qo'shimcha hujjat talab qilinishi mumkin. Shuning uchun yoshi katta odamlarning manzil ma'lumotlari, telefon raqami, bank kartasi va shaxsiy hujjatlari tartibda bo'lishi juda muhim. Uchinchi misol. Bir pensionerning pensiyasi qayta hisoblandi. U ilgari ishlagan yillarning bir qismi hisobga olinmaganini aniqladi. Ariza berdi, arxivlardan ma'lumot topildi. Natijada pensiya miqdori oshdi. Lekin qayta hisoblash bir necha oy oldingi sanadan boshlandi. Avgustda esa unga farq summasi birdaniga tushdi. Masalan, oyiga 5 ming so'mdan 3 oylik farq yig'ilib 1 million so'm bo'ldi. Mana shu holatda odam avgustda qo'shimcha 1 million oldim deydi. Ammo bu umumiy aksiya emas, shaxsiy qayta hisob-kitob natijasi. 4-misol. 59 yoshli pensioner farzandlari bilan yashaydi. Uyda jami daromad yetarli. Nogironlik yo'q. Parvarishga muhtojlik rasmiy belgilanmagan. Bunday odam hamma oladi degan gapga ishonib kutsa, ehtimol hech qanday alohida 1 million olmaydi. Chunki u umumiy pensiya oluvchilar toifasida. Qo'shimcha yordam mezonlariga tushmasligi mumkin. Bu adolatsizlik emas, bu ijtimoiy yordamning manzilli berilishi degani. 5-misol. Kampirning bank kartasi muddati tugagan, pul hisoblangan bo'lishi mumkin. Lekin karta faol bo'lmagani uchun yechib olishda muammo chiqadi. Oilasi esa pul tushmadi deb o'ylaydi. Aslida avval bank kartasini yangilash yoki pensiya to'lov usulini aniqlashtirish kerak. Men shunday holatlarni ko'p ko'rganman. Muammo pensiya organida emas, bank kartasi, hujjat yoki shaxsiy ma'lumotdagi mos kelmaslikda bo'ladi. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik joylarga o'tamiz.
Birinchi nozik masala ariza berilgan sana. Ayrim qo'shimcha to'lovlar huquq paydo bo'lgan kundan emas, murojaat qilingan kundan yoki qaror chiqqan kundan boshlab hisoblanishi mumkin. Masalan, odam uyida huquqqa ega bo'lgan, lekin avgustda ariza bergan. Shunda nega iyun va iyul uchun bermadingiz degan savol chiqadi. Javob esa to'lov turiga bog'liq bo'ladi. Ba'zi to'lovlar ortga qaytib hisoblanadi, ba'zilari esa faqat murojaatdan keyin boshlanadi. Ikkinchi nozik masala bir nechta to'lovni bir vaqtda olish. Har bir yordam bir-biri bilan qo'shilib ketavermaydi. Masalan, odam bir turdagi kompensatsiya olsa, boshqa turdagi yordamni olishda bu hisobga olinishi mumkin. Ayrim hollarda yordamlar bir-birini cheklaydi. Ayrim hollarda esa to'liq qo'shiladi. Shuning uchun falonchi ikkita to'lov oldi. Men ham olishim kerak deyishdan oldin to'lovlarning nomini va asosini aniqlash kerak. Uchinchi nozik masala daromadni yashirish. Ba'zi oilalar daromadimiz kam deb ko'rsatmoqchi bo'ladi. Lekin tizimda ish haqi, pensiya, nafaqa, mulk, avtomobil yoki boshqa daromadlar ko'rinadi. Agar noto'g'ri ma'lumot berilsa, keyinchalik ortiqcha to'langan pul qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Men buni alohida ta'kidlayman. Ijtimoiy yordam olishda eng to'g'ri yo'l mavjud holatni aniq va halol ko'rsatish. Chunki elektron bazalar kengaygan sari yashirilgan ma'lumot baribir chiqadi. To'rtinchi nozik masala vasiylik va ishonchnoma. Keksa odamning o'zi idoraga bora olmasa, uning nomidan farzandi yoki boshqa yaqin qarindoshi murojaat qilishi mumkin. Lekin hamma holatda ham oddiy men o'g'liman deyish yetmaydi. Ba'zan notarial ishonchnoma, vasiylik hujjati yoki shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinadi. Ayniqsa bankdan pul olish, ariza berish, ma'lumotnoma olish yoki shaxsiy pensiya ma'lumotlarini tekshirishda bu muhim. 5-nozik masala hujjatdagi ism familiya farqlari. Masalan, eski mehnat daftarchasida ism boshqa yozilgan, pasportda boshqa yozilgan, nikohdan keyin familiya almashgan, arxiv ma'lumotida xatolik bor. Bunday kichik ko'ringan tafovut pensiyani qayta hisoblashda, stajni tasdiqlashda yoki qo'shimcha to'lov belgilashda katta muammo bo'lishi mumkin. Agar shunday farq bo'lsa, uni oldindan tuzatish kerak. Endi men aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi qadam, pensionerning hozirgi to'lovlarini aniqlang. Qancha pensiya tushyapti, qaysi sanada tushyapti? Bank orqalimi yoki naqd shakldami? Oxirgi oyda farq bo'lganmi? Shularni yozib chiqing. Agar avgust oyida pul ko'proq tushgan bo'lsa, darhol bu doimiy o'sish deb o'ylamang. Avval bu bir martalik farqmi yoki keyingi oy ham davom etadigan ustamami aniqlang. Ikkinchi qadam, tegishli organga murojaat qiling. Pensiya bo'yicha savollar bo'lsa, tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga boring yoki telefon orqali ma'lumot oling. Ijtimoiy yordam, yolg'iz qariyalar, parvarishga muhtojlik, kam ta'minlanganlik bo'yicha savollar bo'lsa, mahalla ijtimoiy xodim yoki ijtimoiy himoya milliy agentligi tizimidagi mas'ullarga murojaat qilish kerak. Davlat xizmatlari markazi orqali ham ayrim ma'lumotlar va arizalarni rasmiylashtirish mumkin. Uchinchi qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pensiya guvohnomasi yoki pensiya ma'lumotlari, bank karta rekvizitlari, yashash manzili, nogironlik bo'yicha xulosa bo'lsa, uning nusxasi, tibbiy hujjatlar, oila tarkibi haqidagi ma'lumot. Daromadlar haqidagi ma'lumot va zarur bo'lsa ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Hamma holatda bir xil hujjat talab qilinmaydi, lekin shu hujjatlar qo'lda bo'lsa ish tezlashadi. To'rtinchi qadam, arizada umumiy gap yozmang. Menga qo'shimcha bering deb yozish yetarli emas. Arizada vaziyat aniq ko'rsatilishi kerak. Masalan, men falon yoshdaman, pensiya olaman, yolg'iz yashayman, sog'lig'im sababli doimiy yordamga muhtojman. Holatimni o'rganib, menga tegishli ijtimoiy yordam va qo'shimcha to'lovlarni belgilash masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman. Agar farq to'lovi bo'yicha murojaat qilinayotgan bo'lsa, pensiyam qayta hisoblangan davr bo'yicha to'lanmagan farq summasini tushuntirib berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. 5-qadam, og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Agar sizga tushmaydi deyishsa, nima sababdan tushmasligini so'rang. Qaysi mezonga mos kelmadingiz, qaysi hujjat yetishmayapti, qaysi ma'lumot noto'g'ri, qaysi organ tasdiqlashi kerak, bularni aniqlang. Zarur bo'lsa yozma javob so'rang. Yozma javob bo'lsa, keyingi murojaatni to'g'ri qilish osonlashadi. 6-qadam, avgustdagi to'lovni tekshiring. Agar siz kutgan qo'shimcha tushmasa, darhol vahma qilmang. Ba'zan to'lov kunlari banklar, bayramlar, texnik jarayonlar yoki hududiy grafik sababli farq qilishi mumkin. Lekin bir necha ish kuni o'tkash ham pul tushmasa, bankdan hisob
holatini, pensiya jamg'armasidan hisoblangan summani va mahalladan ijtimoiy yordam qarorini tekshiring. Pul hisoblangani bankda muammo bo'lishi ham mumkin. Yoki qaror boru to'lov ro'yxati keyingi oyga tushgan bo'lishi mumkin. Eng katta xato internetdagi har bir xabarga ishonish. Men ko'p marta ko'rganman. Bir kanal hamma pensionerga bin million deb yozadi. Odamlar navbatga turadi, idoralar band bo'ladi. Oxirida ma'lum bo'ladiki, gap faqat ma'lum toifadagi fuqarolar haqida bo'lgan. Shuning uchun har doim rasmiy manbani tekshiring. Pensiya jamg'armasi, hukumat qarorlari, prezident farmonlari, ijtimoiy himoya organlari va davlat xizmatlari portallaridagi ma'lumotlar asosiy manba bo'lishi kerak. Ikkinchi xato hujjatlarni oxirgi kunga qoldirish. Keksa odamning pasporti, bank kartasi, nogironlik hujjati, tibbiy xulosasi, mehnat daftarchasi yoki arxiv ma'lumoti kerak bo'lib qolsa, bularni bir kunda to'plash qiyin. Ayniqsa eski ish staji. Sobiq korxona ma'lumotlari yoki boshqa viloyatdan arxiv so'rash kerak bo'lsa, vaqt ketadi. Shuning uchun farzandlar ota-onasining hujjatlarini oldindan tartibga solib qo'yishi kerak. Uchinchi xato, uyda mulk bo'lsa, hech narsa berilmaydi yoki farzandi bo'lsa yordam yo'q deb o'ylash. Bu ham har doim to'g'ri emas. Har bir yordam turi o'z mezoniga ega. Ba'zi holatda farzand borligi hisobga olinadi. Ba'zi holatda farzandning real yordam bera olmasligi o'rganiladi. Ba'zi yordamlar kam ta'minlanganlikka bog'liq, ba'zilari esa yosh, sog'liq yoki maxsus maqomga bog'liq. Shuning uchun oldindan o'zingizcha rad javobini chiqarib qo'ymang. To'rtinchi xato, pensionerning bank kartasini boshqalarga berib qo'yish. Men buni moliyaviy xavfsizlik masalasi sifatida aytaman. Karta, PIN kod, SMS xabarnoma va telefon raqami nazoratda bo'lishi kerak. Keksa odamning pulini kim olayotgani, qancha tushgani, qancha echilgani oilada shaffof bo'lishi kerak. Aks holda keyin pul tushmabdi deyiladi. Aslida esa pul yechib olingan bo'lishi mumkin. 5-xato, qo'shimcha pulni qarzga yoki firibgarlarga berib yuborish. Agar avgustda katta summa tushsa, darhol kimdir hujjat qilib beraman, navbatsiz pul chiqaraman, ustamani oshirib beraman deb pul so'rashi mumkin. Hech qachon bunday odamlarga ishonmang. Davlat to'lovlari rasmiy tartibda belgilanadi. Sizdan pul so'rayotgan vositachilar ko'pincha firibgar bo'ladi. Hamma murojaatni rasmiy idora, davlat xizmatlari markaziy yoki ishonchli elektron portal orqali qiling. Agar siz farzand bo'lsangiz, ota-onangizga o'zingiz boring, so'rang deb qo'ymang. Keksa odam idorada nima so'rashni bilmasligi, hujjatlarni tushunmasligi yoki charchab qolishi mumkin. Siz birga boring, savollarni oldindan yozib oling. Masalan, onamning pensiyasida avgust oyida qo'shimcha bo'ladimi? U taqin yoshdan oshgani uchun alohida ustama bormi? Yolg'iz yashovchi sifatida ro'yxatga kiritilganmi? Nogironlik hujjati bo'yicha qo'shimcha yordam mavjudmi? Pensiya qayta hisoblanishi uchun ish staji to'lib kiritilganmi? Mana shunday aniq savollar javob olishni osonlashtiradi. Agar pensionerning sog'lig'i yomon bo'lsa, tibbiy hujjatlarni ham tartibga soling. Poliklinikada ma'lumot, shifokor xulosasi, nogironlik bo'yicha hujjat, dori-darmon xarajatlari. Parvarishga ehtiyoj borligini ko'rsatadigan hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Ijtimoiy yordamda insonning real hayot sharoiti muhim. Kasalimiz deyish boshqa. Buni tibbiy va ijtimoiy hujjatlar bilan ko'rsatish boshqa. Agar pensioner yolg'iz yashasa, mahalla bilan aloqani kuchaytiring. Mahalla raisi, xotin-qizlar faoli, yoshlar yetakchisi yoki ijtimoiy xodim keksa odamning holatini o'rganishi mumkin. Bu yerda maqsad shunchaki ro'yxatga tushish emas. Balki haqiqatan yordamga muhtoj insonning davlat tizimida ko'rinishini ta'minlash. Chunki ko'rinmagan muammo ko'pincha yechilmaydi. Agar avgust oyida odatdagidan ko'proq pul tushsa, birinchi navbatda summani yozib qo'ying. Qancha pensiya odatda tushardi? Bu safar qancha tushdi? Farq qancha? Sana qaysi kun? Karta, SMSda nima yozilgan? Shularni saqlang. Keyin bu farqning doimiy yoki bir martalik ekanini aniqlang. Agar bu pensiya oshishi bo'lsa, keyingi oy ham oshgan miqdor davom etishi mumkin. Agar bu o'tgan oylar farqi bo'lsa, keyingi oy yana eski asosiy miqdor yoki yangi qayta hisoblangan miqdor tushadi. Pul tushgan zahoti hammasini sarflab yubormaslikni maslahat beraman. Ayniqsa, agar to'lov sababi tushunarsiz bo'lsa, 2-3 kun ichida aniqlashtiring. Ba'zan tizim xatosi bilan ortiqcha to'lov bo'lsa, keyin qaytarish talab qilinishi mumkin. Bunday holatlar ko'p emas, lekin ehtiyotkorlik zarar qilmaydi. Rasmiy organ bu sizga tegishli farq to'lovi deb tasdiqlasa, undan keyin bemalol foydalanish mumkin. Agar pul tushmasa, lekin siz tegishli toifaga kiraman deb hisoblasangiz jim bo'lmang. Avval telefon orqali aniqlang.
Keyin zarur bo'lsa yozma murojaat qiling. Murojaatda his tuyg'u bilan emas, faktlar bilan yozing. Yoshingiz, pensiya turi, nogironlik holati, yashash sharoiti, oldingi murojaat sanasi, bank ma'lumotlari qancha aniq yozsangiz, javob ham shuncha aniq bo'ladi. Bugungi mavzuning eng muhim joyi shuki, avgust oyida 1 million so'mgacha qo'shimcha olishi mumkin bo'lganlar bor. Lekin bu hamma pensionerga bir xil beriladigan pul degani emas. Kimdir qayta hisob-kitob farqini oladi. Kimdir oldida ijtimoiy yordam oladi. Kimdir nogironlik yoki parvarish bo'yicha ustama oladi. Kimdir esa mezonlarga tushmagani uchun olmasligi mumkin. Asosiy vazifa o'z holatingizni rasmiy ma'lumotlar bilan tekshirish va huquqingiz bo'lsa, uni talab qilish. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq ota-onangiz yoki oilangizda keksa insonning hujjatlarini tekshiring. Pensiya miqdorini solishtiring. Bank kartasi ishlayotganini ko'ring. Mahalla yoki pensiya jamg'armasidan aniq ma'lumot oling. Birgina ariza yoki bitta yetishmayotgan hujjat ba'zan million so'mlab farq qilishi mumkin. Sizning oilangizda avgust oyida qo'shimcha pul tushdimi yoki hali kutyapsizmi? Izohlarda yoshingizni, viloyatingizni va vaziyatingizni yozing. Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan savollarga oldida javob beraman. Videoni yaqinlaringizga yuboring, like bosing va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam o'z haqqini yo'qotmaydi.